Assalomu alaykum. Hurmatli qatnashchilar. Bugungi masalamiz mahalla loyihamiz bo'yicha ajratilgan kreditlar to'g'risida yangilik bo'lyapti. Prezident yangi qarori bo'yicha xotin-qizlarga asosan bir yangilik yaratilyapti. Qanaqangi holat? Hozir berilgan mahalla loyihamiz 21-qadamli hukumat loyihamiz bo'yicha ajratilgan kreditimiz 25% aniq o'zimiz bank fuqarolar uchun berilgan narsa. Xotin-qizlar uchun yangilik 2% arzonlashdi, ya'ni 20% tushdi. Bu qanaqangi holat bo'ladi? Masalan, 300 imtiyozlar bo'lgan bo'lsa, erkak kishilarga nisbatan o'ylayotgan masalamiz yilda to'laydigan summamizga nisbatan farq tushadi. Yillik summamiz o'zgarmaydi, lekin to'laydigan summamizga nisbatan kamayadi. Masalan, 5 yil davomida berilayotgan, masalan, biznes birinchi qadam biznes ko'mak bo'yicha 4 yilda berilayotgan bo'lsa, mahalla loyihasida 5 yil berilayotgan bo'lsa, masalan 1 milliondan chiqadigan bo'lsa 8 milliondan chiqadi sizlarga. Xotin-qizlar uchun. Ya'ni ayol tadbirkorlik boshlayotgan ayollar uchun prezidentimiz tomonidan yangilik bo'ldi. Birinchi apreldan chiqarish qarorimiz.